Assalomu alaykum. K7 avtomobilimiz 2016-yil 121 ming kilometr yurgan, yoqilg'i dizel. 2.2 motor. Bir zapravka bilan shaharda 700 kilometr yursalar bemalol bo'ladi. 800, 700, dandaga 1000 dan oshiq yuradi. 12 million won dollarda 8300 dollar bo'lar ekan. Mashina vashi ideal holatda, kraska tegan joylari yo'q. Alishgan detallari yo'q. Salon ham mana vashi ideal holatda, o'ta keng, jigarrang salon. To'rala sidina istadi. Elektronli sidina, panorama tom. Oldi sidinalarda sovutish sistemasi ham mavjud. Mashinamiz ideal holatda turibdi mana. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Black Box, Hypace hamma narsasi bor mashinada. Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqib ko'rasiz. 12 million won dollarga 8300 dollar. Sidina pamplari ham bor. Urinmagan sidina. Salon vashi ideal. Brown salon.